parazit, astritsa, askarida, pakanasolator, lyamblia kabi gijjalar juda ham ko'plab uchraydi. Aholimizda ayniqsa yosh bolalarda. Ularning kelib beradigan asoratlari bu bosh og'rishi, qorin sohasidagi og'riqlar, yuz va teri sohasidagi, badan sohasidagi oqarishlar, ayniqsa bolalarda kechqurungi tungi siydik ajratish va eng og'ir asoratlardan biri tutqanoq kabi kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Bugungi kunda ayollarimizda eng ko'p uchraydigan bachadon miyomasi, sut bezlari fibrodinomasi va mastopatiyasi kasalliklarini biz davolaymiz. Bizga murojaat qiling va biz bundan xursand bo'lamiz. Sizda jizzaklik, asab buzilishi, ko'p terlash, qalqonsimon bezda hosillari bormi? Bizga murojaat qiling. Biz sizga ham konservativ dori muolajalar, ham jarrohlik amaliyotlarini taklif qilamiz. Hozirda biz 3000 tadan ortiq bemorlarda qalqonsimon bez bo'yicha jarrohlik amaliyotlarini o'tkazganmiz. Turmush qurganimga 3 yil bo'ldi. 3 yildan beri biz farzandsizmiz. Agar siz ham bepushtlik muammosi bilan kasallangan bo'lsangiz, bizning klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Ayollarimizni ona bo'lishga sababchi bo'lganimdan mamnunman.